Xiyada xalqning hammasi kashti ko'chada ekan. Nima to'la odam to'la ham yer. Salam dostlar, hammalarga xayrli sahar. Qanday ahvolinglar, yaxshi turatamsizlar? Men tunugun vlogimni oilaga Orolda oxirlashtirgandim. Men hozir atigan qopib, chamadonlarimni yig'ishtirib, Oroldan qaytib, hozir Nice'ga inib keldim. Hozir men Nice'da qarsam poyezd biletimning yana 2 soatlik vaqti bor ekan. Shu chamadonimni hozir poyezddan soqib qo'yib, hozir shu 2 soatlik aylanqilmandim. Gerçi ko'rib bo'lgan yerlar bo'lsa-mu, yana shu qayta boshqa ko'mgan yerlar qilib qolgan bo'lsa, shularni ko'rib kelayapmandim. 2 soatdan ichida xiliji qishlarni qurdiman. Hammadan shu maska taqaydi, shahar ichida shuna maska taqab yurasiz. Ajoyib issiq hozir. 30 ga bu chiqdimikin. Soat qani 11:20 bo'pti. Balkim 30 gradus bo'lishi mumkin hozir. Hozir men mush o'dilmansam dengiz bo'yiga tushima. Dengiz bo'yini bir aynib kelay. Bir necha muzeyxonlar bordi, Nice'da ko'rdigan. Birinchisiga qat'iy vaqtim chiqmay qoldi. Muzeyxonlarga berib muzeylarni ko'rganga. Ikkinchisiga raskatni qilsam xo'shaqmidi, qat'iy xo'shaqmidi muzeyxonlarga berish. Shu dengiz bo'yida o'tkazdim desam bo'ldi. Asosiyatda vaqtimni Nice bilan Orolda shu çimlab dengiz suyida aptapqa qilinib o'tkazdim. Qani 11-hissa kelgandim, bugun 16-hissa bo'libdi. Birdan turib poyezd bilan maqsadga manaman. Anglasam maqsadi texnik eg'irga koronavirusninki, shunlashqa har qanday yerda maska taqishingiz kerak ekan, mayli sirtda bo'lsin, mayli uyning ichida bo'lsin, cho'qim maska taqaysiz ekan. Ama bir yerda Nice'da mesela adam jixyarlarda maska taqaysiz, shahar ichida bo'libmi, bo'lmasa shahar sirtlariga chiqsangiz, iliq men borgan orollarda bo'lsa maska taqimsangiz bo'ldi, adam oz bo'laveradi. Undan keyin restoranlarning ichiga kirib o'tirgan chog'lar maskalaringizni evasangiz bo'ldi degandek. Chiqib bir xil g'alatiga bularningki qonunlari o'zinglar ko'rdinglar, soqchilar tutib oldi shahar ichida, iliq chog'da maska taqmaymansam 2 soatcha 3 soatcha kelib maska taqaysan deb gaqsam hozir o'zimning og'zimdan chiqqan issiq o'zimga qaytib bir xil biyaram bo'ldi. Jiq so'zlamay bu biyaramchilikda dengiz bo'yida payzi manzarlarni tortib sizlarga yashadik. Matrab chiqib kelsam, Koni shahar tarafga tushib ketman. Ashan orlayli salqin ichi. Chunki ko'chalar kichik o'g'ashqa optop tushmaydi. Dengiz bo'yi tarafga chiqsam, o biz aptapda birdan da çılıq soğuk gitme. Ondan Koni shahar tarafına aynib kelayli. Chiroyli ko'chalar bor. Gerçi ko'rib bo'lgan bo'lsanlarmi, boshda yangi kelgan kunim tatdim Koni shaharlarni. Masalan, sayohatga kelib qolsanglar, Nice'ga bağlarımı muvofiq ekan, masalan, yemak-ichmakning bo'lsin, ya bo'lmasa boshqa narsalarni olmanda, masalan, qimmat markalar filmlarni olmasangiz, kiyim-kechaklarni olmasangiz, yeydigan, ichadigan qatnash bo'ldi ekan. Masalan, Shvetsiya bilan hech qancha cho'ng farq qilmaydi ekan. Masalan, bir tomoq yeydingizmi, 20 euro, 15 euro bilan 30 euroning oraliqida bo'ldi ekan. Shu yegan tomoqingizga qarab, masalan, yaxshiroq oshxonalarda yesangiz, shu ashunda chiqar ekan. Masalan, odatdagi kabobxona, undan keyin McDonald's, Burger King, KFC'larda yesangiz, balkim 10 euro 10 eurodan 15 euroga chiqishi mumkin. Bir menyu yesangiz-da. Bo'ldi-ki,
çıkıp tamaklarınınki bağları bolsun, içimlikler bolsun, qatnaş biletleri bolsun degandek muvaffaqiyat bağları kelip oynap ketishga bek arziydi ekan. Vallahi men menga feliqi ertiganlik bozor bo'lmaya keldim. Gullar, sevgöktat, mevchilar satılan bir bazar bağı. Aşağı geldim. Oo, magma sayılır ne? Krala. Hiç sayılır. Hatta perezlerini gül kısatıcım yerde. Wow, magulanda şöyle mallarında. Fırak hazır şu an. Mana tendırlar, tohumlar. 5 euros, les deux barquettes. Louis de figue et une reine de flotte. Pencirler ketken. Wow, neydi oğlum? Dehşet. Ma encirdim ağzım ki vatırım. Ma tavuzla kıyıp kızım. Wow, köydüm ben yege. Ma encirler falan var. Ben neyim aldım karanlar? Encir bilen. Çok koyalım. Encir bilen ondan neyim aldım. Neyimligini bilmeyim ben şimdi. Wow. Bu tavuzlar nece bilgim ki vardı da. Bunda bir tilimden satmaydıkken de vatandakidek. Vatandayla bir tilim satattı o. O maşallah. Allez, messieurs, dames, là. Allez. Allez, on vient goûter, là. Tohumlar. 15,95 Üzümler 3 euro, 9 euro buldu ki hem tekrar pikap. Mana haqiqiy Fransızca hayat. Bizim vatandagi bozorlarga o'xshab ketamiz-ku, o'xshaydi ha? Bir xil. Ama bular vaqirab satmaydi ekan. Men İstanbulga borgan chog'da ashunda bir bozorga chiqib qolgandim. Vaqirab ular yana turklar vekşi vaqiraydi ekan, shu vatandagilar. Encir 3 lira deb vaqirgan bir insan bor. Instagram story'imda videolarım var. Encirni tadı vaqirab satgan so'xda. Wow, ma olive. Her xil her yandan. Bonjour. Naşpitlar. Malum öncülüm teyirken. Acaba oxşamagan iki xil rangda bo'ldi ki bu öncürler. Fransız mumayla anda arzularını söylep seyahatın çıkırık hep diyende. Madina söyleyeyim. Bu bazani ikinci qitim arlab çıktı. Mana endi başka yerlerge baraylı. Mademno ağan gülecek çıraylıkken Bak ettir gül bilen. O ras. Men her bir yerge sayahatga chiqsam manda nimalatdim to'nglat qo'g'i chaplaydigan manda chaplag'och shu yerninkilari vakil xarakterlik. Nisti ma amapti. Nisti hozir oson bo'ldi, ammo Monakoda amapti men.
Xiyolimdimi yo'q Monakoga borgan chog'da? Araldimi, olmabdimi? Men payda bir do'kondan chiqib kirib ko'rib baqaylik, balkim bo'lishi mumkin. Mana men bir muncha bor ekan. Biron imzoq 4 euro ekan, 10ga 3 ta ekan. 10 euroga 3 ta. 2 euroga ko'rgandim. Monakoning kim bor ekan? Monakoda. Qaysini alay, turining jiqlig'ida qaysini ilishimdan bilmadim. Mapayizga optab qahilnib o'tirgan qiz neyizda qandaq nishnalaymi? Man bo'ldi ekan, man xaridda. Ko'rdinglarmi? Mayaqtim bor ekan. Monakoning kamiz asosiyatdan kasino umondikan ma'lum. Misal xushroq mashin degandek. Mencha shu paytga men Koni shahrining toza payzalariga keldim hozir. Saat 12:30 bo'libdi. Men 1:30da chamadimni evilishim kerak. 2 soat qo'ygandim. Men asta endi Koni shahrini aralab chiqib asta poyezddan qarab mangay. Naq o'tirsiz gapma Koni shaharni. Men bunda binolarni bek yaxshi ko'rdim. Kona bir qilayliqi. Bo'libmi ma'lumotlar derizlarni. Pek chiroyli emasmi? Manda derizdan bir foyda yeri, bularning ichida yana bir aynaklik deriz bor ekan-ku. Masalan, yozdalig'ida ketgan chog'larda ichidagi aynak derizini ichirib, undan ma'ni yeb qo'ysa, shamol o'tishaverdi ekan. Wow, bu yerda yana bir maydonga keldim. Taksi. Chiroyli kelgan maydon. Bu yerda maruzna. Mening bekligim bor, biroq mening qo'limda pul dumbamda sumkam. Men bir qo'limda aparat turib keldim. Maruz yapamayman. Matrafim bitgan odamni. Bundan kim yer bir chiqqa bor ekan, machikani chiqib qaqay. Ben bir çıkanı çıkırgendim, o sırf kiçirekke ama mağlum. Çünkü ayında fıkarvanlar. Onu tapmak neziydi ona. Petit, tu verras si tu crois en toi. Petit à petit, petit, tu verras, tu grandiras. Petit, tu verras si tu crois en toi. Petit à petit, petit, tu verras, tu t'aimeras. Bular çirkavların acayip haşemetlik, acayip heyvetlik yasaydı. Avrupa'da siz qanday davlatniki, qanday shahriga berib bir chirkovga kiring, chirkovi shu davlatdagi eng cho'ng, eng hayvatlik shundoq bir imorat bo'ldi. Har bir yerga, har bir shaharga sayohatga borsam ko'rib chiqibman chirkovlarni. Haqiqatan bek nafis ham bek hayvatlik. Albatta bizning masjidlarmi eng hayvatlik, eng nafis ishlandi. Shundayliqi o'ylaymiz. Dinga
dinga ait her qandaq imaratlar şunda çoğun heyvetlik hem nefes aşılar güzel işlendikken. Her qandaq milletli bolsun, her qandaq dövletli bolsun. Oxşaşken. Endi peyz koçuluq geldim. Allah men qahvaxandan 2 qitim ötdüm, bir qahva içmedim. Çıraylıqqa. Makoçni göstərib qoyay. Makoçni çıraylıqqa. Bu vlogum hem de meninki bir nimdeymiz və qalaymaqan bir vlog boldu. Walking tour with me. Men bilen bir şəhərni menib kezib çıxdığımda şundaq əgişib kamerarımla. Pek mənisiz bir xil zerikişlik vlog boldu. Your attention please. To avoid thefts, please keep a close watch on your luggage and belongings. Men bayam ağan öncürlərini yavatdım. Men bayam vlogumla qayada axırlaşdırğandım. Rasa Nice'ninki konu şəhərdə axırlaşdırdım enkən. Men keyin poyizdan sonra qaytıb berib, çamarımını ilib degəndək. Poyizga çıxıb hazır men ikinci insanımda geldim. Maksay. Ben Maksay'a geldim hazır. Poyuz stansiyasına çıkıp durdu konuları şehirninki. Acayip tarifleri var bir şehir. Bu şehirnin tariflerini ben keyinki videolarımda sözleyeyim. Kapkancağda. Acayip ısıqqa. Şamal çıkıyordu ama gür ısık şamal vurup duruyordu da yüzümüzünü. Belki Ana ekonomik Maksay Saint Charles degan poyez stansiyasi. Bo'ldi amsama hozir chamadimni so'rab yotqinga berib bir o'rilish bilib soatmi 5 o'pdi. Men yotoqqa berib o'rilishib buni qilib balkim 6 bo'ldi soat. Kechki tomoq chiqqanchada yana azroq video o'qtatma. Şu vaqtida ko'rsaylik va chamadonlar bilan bek absizga vlog qilish. Men hozir nasrimni yotoqqa qo'yib qo'yib, juyinib, kiyimlarimni bir almashtirib chiqdim. Sirtqa yana raskatni qilsam vakshi chiqqim yo'qdi, chunki yotoqda nim bakka, kunko bakka. Yotoq salqinda qattiq chiqqim kamida sirtqa. Qo'sqi mashqallığı üçün çıxdım raskatni qilsam. Va oyoqda Arapça muziklarni qo'yayotibdi. Birab ko'rsatib qo'yayapti ama. Bir aile kişiler oxşaydı o ala, bazılardan tatıb, həmiz çağın turubdu. Bu acaba peyz şamal geldi. Ben Maksay'a kilib aldım, şunda qilib. Maksay bu Fransiya'nın ikinci çoğun şəhəri, hem port şəhəri. Bilginlardək Maksay bək konu şəhər. Hatta Paris'dən tarixi uzaq bu deyimə bilişimcə. Toğrudur mu bilməyəm. Çıxıb tarixi bək uzaq. Burun nimlə Gresiyerliklər soğurğan Greeklar tatib edib, misal dövlətlərini qurub qılğan, keyin onunkin Greeklarni məğlub qılğandan keyin onunkin Romanlar kelib so'rag'an. Chiqib tarixi ajoyib uzaq. Abiyam poyezdda kayitmeygan. Birdan tarixini o'qidim. Keyin onunkin 2. Dünya urushida Nazi Germaniya 2. Dünya urushida misalga besib kirib İtaliyaliklar bilan yani 1900 kanchinchi yil
1942 yıldan 1944 yılgacha so'raganka bu shaharni. Shu vaqtda ajoyib buzg'unchilikka uchrab ketganka bu shahar. Keyin undan keyin Germaniyaliklar mag'lub bo'lib ketgandan keyin undan keyin qaytadan quribdi bu shaharni. Yana keldim so'zlab. Germaniyaliklar nurg'un pullarni urushdan keyin, Ikkinchi dunyo urushidan keyin nurg'un pullarni berib ketgan. Shaharlikqa o'ltirib ketgan odamlar uchun, shu buzib ketgan qilgan buzg'unchiliklari uchun nurg'un pul to'lab ketgan. Shundan keyin bu shaharni qaytadan qurib ketgan. Portga keldim men. Bunda bir ko'z tutib qo'yay sizlarga. Va kunchi shaharda qog'ozga ochiq chiqmayapti. Mana vaqtdan ko'rsatsa matraflar ochiq chiqishi mumkin. Mana tepini ko'rdinglarmi? Aynakka butunlay aynakka mana o'tib. Hayotga odamlarni ko'ra olasizlar tepidan. Mana tepidan meni ko'rdinglarmi? Nima? Alani o'ynagan usulni ko'rsatib qo'yaysam, o'ynagan usulidan geptulga alaniki to'liq gapirib. Kimni pishiribdi ya bo'ldilar. Men hozir nagim mehmon qilishimni bilmayman. Qasam bir muncha odamlarni turib qarab men keyinda aytishmandim. Kevatlar qarsam hammasi so'zlash kiyimlarini kimdir yo'lashnaq kiyibdi. Shu dengiz bo'yi mustarabga shu dengiz bo'yiga berib dengiz bo'yiga tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Acayip ta'lim bagajımız vallahi Ama şunda güzel bir gün bitişte ülgürüp ketmediğiniz boyuğa. Karanlık çaylıklarını. Gün bitvatsa ayada yalnız bir tal kolvaq ayada üzvatdı. Bunda peyze. Meyaqtı bolsa varançılığında mahaqlar çömne avasıdır diyendek. Ayada beylikçiler acayip güzel manzara. Toshaqqa. Mushu portni aylanib, mushu portning yendiki ko'chalarning hammasi mana shunday qaynoq bozor bo'lgan ko'chalar, kasablar, restoranlar, magazinlar bilan Toshaq. Videolarimdan ko'rgan bo'lsanglar mumkin. Musulmonlar biroz jiqqa bo'lib arabda jiqqaraqqa bu yerda. Abiyam men deb o'tganimdek Fransiya, Brunei, Algeria'ni colony qilgan, colonized by France. Shunlashqa keyin shu Algeriya ozod bo'lgan chog'da nurg'un Algeriyaliklar mishaga ko'chman bo'lib kelgan maqsadga. Bugungi vlogimni mishada oxirlashtiray. Hozir men yotoqqa qaytib ertaga planlarni qilib, atinalarga bormay qiyalarni ko'rmay degandek planlarni qilib, baldiroq yotay bugun. Men necha kun yoqras ketmoqsam, tuzak yaxshi uxlamadim. Atigamni atagam qolib ketgandim. Shu bugun baldiroq yetib, erta baldiroq qolib, erta bir kunni payda o'tkazaymişada. Xayr xo'shamsa, güzel kun bitişinden oxirlashtiraylik.